Atiz rolini qaranglar, bir dona barmoqchada. Yengil burilyapti. Aka baronlar, bitta ko'rsating. Ko'pchilik damkarat ko'tarib olgansizlar. O'zinglar ko'rmang. Yana kamera bering. Siz menga kecha elektronni rol qildim deysiz, to'g'rimi? Bu elektronni rol emas. Elektronni rol 60 ga chiqqandan keyin qotib oladi. Bu bo'lsa umuman qotmaydi. Qarang, bir dona barmoq chindan choldi, burilyapti. Nima qildingiz aka, ayting. Bu prosta video uchun qilingan hammasi. Bu holatni hech kimga tavsiya qilmaymiz. Katta tezlikda bu lapaqlar ketadi. Chunki bu salga burilib ketadi. Buni eplash qiyin. Uchgandan keyinmi? Uchgandan Burilmaydi. Yo'q, unaqangi bo'lmaydi. Kim 60 dan tez yurmayman desa mana. Kelsanglar mana shunaqa qilib olsanglar ham bo'laveradi. Mana qaranglar. Yengil. Bo'laveradi aka. 60 dan tez yurmaydiganlar emas, hozirlar. 50 maksimum. 50 maksimum. Videoni Matish tanishlariga обязательно jo'natib qo'yinglar. Kim ro'li mana shunaqa. Qaranglar.